Endi o'sha screening tekshiruvida o'tkazilishi shart bo'lgan guruhlar, ya'ni homilador ayollar. Qaysi homilador ayollar, ularning yoshi, qo'shimcha kasalligi bor yo'qligi, shunga qarab 7 ta, 8 ta guruhga bo'lingan. Ya'ni shunaqa deb belgilangan. Birinchisi, ya'ni screening tekshiruvi o'tkazilishi shart bo'lgan guruhlar, ya'ni kimlarda screening tekshiruvini o'tkazish majburiy hisoblanadi. Birinchi toifa yoki birinchi guruhga yoshi 35 yoshdan oshgan homilador ayollar, ya'ni 35 yoshdan, 40 yoshdan, 38 yosh bo'lib, katta yoshda homilador bo'lgan ayollar screening tekshiruvidan o'tishlari zarur. Ikkinchi, ilgari xromosoma patologiyasi bilan bola tuqqan ayollar, ya'ni Down sindromi deymiz. Down sindromi, aqli zaif yoki qandaydir nosoz, aqli zaif patologiyasi, nuqsoni bor farzand tuqqan ayollar ham screening tekshiruvidan, har bir screening tekshiruvidan o'tishlari zarur. Uchinchi guruh, ilgari 1 yoki 2 marta homilasi tushib qolgan homiladorlar, ya'ni homiladorlik davrida homilasi chala rivojlanib 8 hafta, 9 hafta, 10 hafta, 12 hafta mobaynida davrida ma'lum sabablarga ko'ra bolasi rivojlanmay qolib 2 marta, 1 marta bola tushgan, bolasi tushib qolgan, bolasi rivojlanmagan homilador ayollar screening tekshiruvidan o'tishlari juda ham zarur. To'rtinchi guruh, homiladorligini birinchi trimestrida ichishi mumkin bo'lmagan dorilarni qabul qilgan bemorlar, ya'ni ma'lum kasalligi bo'lgan, qo'shimcha kasalligi bo'lgan, yo bir kuchliroq shamollab qolgan kasalliklar tufayli organizmga ichishi mumkin bo'lmagan, qabul qilgan dorilarni qabul qilib yurgan bemorlar birinchi trimestrda ham, ikkinchi trimestrda ham tekshirilishi zarur. Shart. 5-chi guruhda homiladorligi yaqin qarindoshli nikohlardan hosil bo'lgan homiladorlar, ya'ni homiladorligi yaqin qarindoshli nikohlardan hosil bo'lgan homilador ayollar. Bular yaqin qarindosh bo'lgan aka-ukani farzandlari, aka-ukani o'g'il qizlari, opa-singilli o'g'il qizlari o'zaro nikoh qilgan bo'lib, mana shu nikohdan homilador bo'lgan ayollarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz albatta screening tekshiruvlaridan uchalasidan ham o'tib borishlari zarur. 6-chi, homilador bo'lishdan oldin homilador ayolni yoki erining, yoki o'zining, yoki ota-onasining nurlanish kasalligiga uchraganligi, ya'ni ma'lum sabablarga ko'ra nurlanish kasalligi bilan kasallangan, kimyoterapiya olgan, Chernobil mana atom elektr stansiyalarida portlash bo'lgan, bundan bir necha yillar oldin mana shunaqa portlashlarda chet davlatlarda yurib kelgan fuqarolarimiz, ayollarimiz, qizlarimizda nurlanish kasalligi ma'lum bo'lganlar ham albatta screening tekshiruvidan o'tish borishlari zarur. Keyingi guruh, ruhiy kasalligi bor ayollarimiz, qizlarimiz va yana boshqa qo'shimcha kasalliklari bor. Bu qo'shimcha kasalliklarni tushuntirib boramiz. Mana shu 7 ta guruhga belgilangan qizlarimiz, homilador ayollarimiz screening tekshiruvidan o'tishlarini juda ham o'rinli deb hisoblayman. Ya'ni bu ham o'zi uchun, ham tug'iladigan farzandi uchun, ham ota-onasi uchun bu juda ham kerakli tekshiruv usullari hisoblanadi. Mana shu screening tekshiruvidan hech qachon
uzoqlashmanglar, o'z vaqtida tekshiruvlardan o'tishlaringni maslahat beraman.